Ukam ismingiz nima? Alisher, agar imkoni bo'lganida uka, shu otam mana shu yoshlarida qo'llarida yuklar bilan Damas'ning orqasiga chiqdilar-da. Manzilga yetib borgungacha, opata yoshingiz nechida? 70, bir kam 70. Bir kam 70, bir kam 70lik inson borgungacha bilasizmi nima bo'ladi? Bu orqada bu qishloq yo'llarida yo'l mana ko'ryapsiz o'ynashini. Alisher, sizga o'xshagan bir yigit hayotini aytib beraman. Shopir aka, bir minut imkon bo'lsa chekka to'xtab bering. Bitta xarakterim uchun 5 yil sevgan qizimni ololmadim dedi. Alisher, otasi rozi, onasi rozi bo'ldi, lekin opodasi yo'q, bu yigitga qizimiz bermaymiz deb qarshilik qildi. Keyin men qaror qildim opodani o'zi bilan borib gaplashishga. Borib, opoda nima aybim bor? Agar haqiqatan nabirangiz menga bermaydigan darajada bir sabab bo'lsa, aybimni tan olib martman ketaman. Agar aybim bo'lmasa, nevarangiz olib qochib ketaman. Menga yuzsiz yiqildi demang. Deganda opoda kulib yigitga qarab, "Yo, yaxshi insonni farzandsiz. Mana 5 yil o'zingiz kuchingiz bilan o'qidingiz, 3-4 yildan mana ishlayapsiz. Mana 1-2 yil bo'ldi mashina oldingiz, lekin undan oldin Damas'da qatnagansiz. Men o'zim 5-10 marta to'g'ri kelganman va boshqalarga ham hech oldini bo'shatib bermagansiz o'zingizdan katta kelganda. O'zingizdan katta 60 yil, 70 yil umr qilgan insonni qadriga yetmagan, mana 18 yashar, 20 yashar gulda nabiy